漫画偉人物語。名もない草花、虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Mening ismim Elon Keylor. Men 1880-yili Amerikaning Alabama shtatida tug'ildim. Mening baxtli boq vaqtlarim nihoyat qisqa bo'lgan. Men 1 yosh 9 oylik bo'lgan chig'imda noma'lum bir kasalga giribtor bo'lib, ko'zim ko'rmas, quloqim anglamas, tilim gapga kelmas bo'lib qolgandim. Ammo dastlabda men o'zimning bir bechora bo'lib qolganligimni ancha his qilmabdiman. Chunki men u kasalga giribtor bo'lganda hech nimani uqmaydim. Ko'z ko'rsa, quloq anglasa qanday bo'lganligini bilmaydim. Dadamning nihoyat cho'ng bir dehqonchilik maydoni bor edi. Shunga bizning hal o'qitimizmi alayda yaxshi edi. Men kichigimda nihoyat ekanman. Nima qilaman desam, shu tayyorkan. Odam uchun ovozsiz va yo'riqlik bo'lmagan dunyoda yashash haqiqatan cho'ng bir baxtsizlikkan. Ammo men uchun bu hech qanday qo'rqinchli ish emas edi. Chunki men boshqalarni o'zimga o'xshash deb qaraydim. Men o'zimning baxtsizligini mundaq bir kichik ishdan boshlab his qilishga boshladim. Bir kuni kechda men dadam bilan opamning qo'l bilan emas, til bilan fikr almashtirayotganligini, ya'ni o'zaro paranglashayotganligini bildim. Men gap qilishning men uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanligini faqat tushunmagachga ichim bak titildab ketdi. Shuningdan keyin mening kallamga menmi og'zimni midrasam gap qila olmayman-ku deydigan bir shirin xayol kechib, og'zimni midirtib baqdim. Ammo men mag'lub bo'ldim. Men og'zimni har qancha cho'ng ichibmi, hech qanday suvon chiqarolmadim. Dadam bilan opam meni bag'riga ching besib, nimishqidir ko'z ish qilishdi. Men shu chaqda ondan boshqalarga o'xshamaydiganligimni his qilishga boshladim. Men boshqalarga haqiqatan o'xshamaydim. Hamda buning sababini bilmaydim. Men yolg'izlik his qilgan sari bu ishlarning tigi yetolmayotdim. Men til bilmasa qanday bo'lganligini mana endi tushunib, ko'nglim qattiq sarasimga tushgan edi. Ammo ayni vaqtda menga o'xshash bir qarg'u qasqi so'zlashni kimmi o'rgatalisin? Men jili bo'lishga boshladim. Men stakan, potolka va o'rindiqlarni chiqish orqali ish pushig'imni chiqaratdim. Bu chaqda opam menga bir yog'och qo'nchoq yasab berdi. Bu xuddi menga o'xshash ko'zi, quloqi va tili qog'a kelmaydigan qo'nchoq bo'lib, bu mening birdan bir do'stim edi. Dadam opamlarning hasratini til bilan ifodalash mumkin emas edi. Keyin ular men uchun Yasalban ismli bir yosh oila o'qituvchisi taklif qildi. U chaqda men 6 yosh, Salban 21 yoshda edi. Anglasam, Salban muallim Darıltamda cho'ng bo'lgan ekan. Uning ko'zi tug'ilishidan yaxshi bo'lmag'achqa, bir mazgil ko'masin bo'lib qolgan ekan. Shunga u mening azoblarimni sizsiz tushunatdi.
Ammo dastlabda yo dadamga, yo opamga o'xshaydigan bir odamning qishimda bo'lishi mening kallamdan faqat o'tmagandi. Muallim mening alqinimga yog'och qo'nchoq degan so'zni yozdi. Andan menga yog'och qo'nchoqni tutqizib, yog'och qo'nchoq degan so'zni o'rgatdi. Men aslida so'zning nima ekanligini bilmaydim. Shunga ko'nglimda bumi bir o'yin o'xshaydi deb o'yladim. Muallimning qo'li midirdi. Men yog'och qo'nchoq uztilgan hamon muallimning alqiniga yog'och qo'nchoq degan xatni yozganligimni uqdim. Ammo men buning ma'nosini tushunmaydim. Muallimning bu chaqdagi xo'shalligini sifatlash mumkin emas edi. Men hayron bo'ldim va muallim g'alit odam ekan deb o'yladim. Andan muallim menga stakan, gul tashdigi va o'rindiqlarni silatdi. Andan mening alqinimga xat yozdi. Men bu xatlarni shu an esimda tutib oldim. Bu g'alit o'yindan muallimlar emas, dadam opamlarmi qattiq hayajonlandi. Men bu o'yinning zo'r ahamiyatga ega ekanligini bilsammi, ammo buning zodi nimadan derak berdiganligini har qancha o'ylabmi tushunolmadim. Bu usul aksicha meni burunqidimi bekarak yolg'izsirashda qo'rqinchli o'ringa tushirib qo'ydi. Ko'z, quloq va tilning ishlamasligi rost qo'rqinchli ish emasmi? Tilning nima ekanligini bilmaslik men uchun eng zo'r to'salg'i edi. Til insonlarning sirt bilan aloqa qilishidagi muhim rishta, ammo bu rishta men uchun uzilgan edi. Uzun o'tmay, men bu jahonda o'zimning yolg'iz ekanligimni, menga yakiydan o'tadiganligimni to'liq tushundim. Men butunlay cho'ng bo'ldim. Muallim nima qiling desa, shuni qildim. Kaynimdan ishtarsa, mangdim. Pastga bossa o'ltadim. Men bu harakatlarni o'zimga yangi signal bergichilik qayta o'rinladim. Bir kuni muallim meni sayohatga olib chiqdi. Birdan turib turing, Elon. Men atrofimdagi muhitning butunlay o'zgarganligini, havoning ig'ilishib ketayotganligini his qildim. Tuyuqsiz yomg'ir yog'ishga boshladi. Men daraxtga texmi ching chaplashdim. Chunki men qo'rqqanimdan o'nlikrak nafas olishga jur'at qilolmayotgandim. Bu chaqda men ichimda ixtiyorsiz "Dada, apa" deb chaqirdim. To'g'ri, bu mening sog'lom vaqtlarimda esimga ilib olgan so'zlar edi. Mening uzun vaqtdan beri esimdan ko'tarilib ketgan bu ishlar mana endi tuyuqsiz esimga tushyotdi. Shunda qilib men daraxtga ching chaplashgan holda bu sirlarning yashilayotganligini his qilishga boshladim. Odam va shaylarning hammasining o'ziga xos ismi bo'ladi ekan. Yog'och qo'nchoq, stakan va o'rindiq deganlarmi shaylarning ismi ekan. Siz shuningdan keyin men boshqa bir odamga o'xshab qoldim. Men narsa keraklarning ismidan oddiy maqollargacha, oddiy maqollardan bir qadar qiyin maqollargacha bir-birlab o'rganishga boshladim. Xo'shallik hissiyotimni til bilan ifodalashga ojizlik qilatdim. Bu tuyg'uni har qanday odamning meningdek cho'nqir his qila olishi notayin.
Mening ko'zim, qo'lig'im va tilimni umr bo'yi burunqi holatga akilishi mumkin emas edi. Ammo men tilni tushungandan keyin tashqi dunyoni aniq ko'rgandek va aniq anglagandek bo'ldim. Salibam muallim butun umrni menga beg'ishlagandi. Muallim menga tashqi dunyoda uchratgan jimi narsalarni to'liq bilganga qadar o'rgatdi. Men muallimdan siz nimishqa men uchun muncha vala ko'p jafo cheksiz deb so'rsam, u mundaq dedi. Chunki mening sizga muhabbatim bor, Elon. Muhabbat degan nima? U nada? U meshada, Elon. Ko'p soqiyotgan narsaning o'zi muhabbatmi? Yo'q, u emas. Muhabbatni ko'z bilan ko'rgili, qo'l bilan tutqili bo'lmaydi. Ammo u mavjud narsa. U xuddi quyosh nuriga o'xshaydi. Buni hamma odam biladi. Illiq nurni ko'z bilan ko'rgili, qo'l bilan tutqili bo'lmaydi. Ammo siz uni xuddi konkret narsani ko'rgandek cho'qim his qila olasiz. Muallim menga muhabbatning hamma odamning ko'nglida bo'lganligini, hamda uning quyoshdek parlaq nur sochadiganligi to'g'riliq ta'lim berdi. Turli qiyinchiliklarni yengan, hatto eng oxirigacha jasoratini, umidini va tirishchanligini yo'qotmagan Elon 20-asrdagi mo'jiz sifatida dunyoga tunildi. Elon Keyler 87 yillik umrda dunyodagi amallar uchun to'xtamay ishladi. Bu insonlarning o'ziga xos haqiqiy ulug' qudrati. Do'stlar, bu xaritaga o'xshash bo'lib turgan rasmlarning o'zi nima? Endi mana qarab boqaylik. Toza inchikilab qaraydigan bo'lsak, bu Yaponiyaning xaritasiga biroz o'xshab qoladi. Mana bu burunqlarning tasavvuridagi Yaponiyaning xaritasi. Endi mana ko'raylik. Bumi Yaponiyaning xaritasi, ammo buning shakli bakli g'alati. Yaponiyaga biroz o'xshaydi-ku deyman. Durust. Yaponiyaning xaritasi mana endi ko'z oldimizda gavdlandi. Do'stlar, sizlar Yaponiyaning bu to'g'ri xaritasini kimning chizganligini bilamsizlar? Buningdan taxminan 180 yil ilgari bir boy o'tda qizg'inlik va zo'r jasorat bilan butun Yaponiyani aylanib chiqib, oxir bu eng dastlabki Yaponiyaning to'g'ri xaritasini chizib chiqqan u kishining ismi Yayoi Nakaso edi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kimdi? Nima ish qilayotgandi u? Voy tangay. Nakaso qadamlik o'lchash elib berayotgan edi. Qadamlik o'lchashda avval qadam orliqini muqimlashtirilib, ondan orliq piyoda menish orqali o'lchanadi. Nakaso nima uchun bunda qilmoqchi bo'lib qoldi? Biz buni hikoyamizning oxirida so'zlab beramiz. Nakaso hozir Edodagi xususiy maktabga astronomiya va tarix o'rganishga mangdi. O o'lchigich apandi hozirlikdidu. Xayrli sahar. Siz vaqtga nihoyat obdoroyi qilgansiz. Men sizga qo'l qo'ydim. Bu qanchalik ishda qadamlik o'lchash badanga aytib foydali. Bayni o'lchigich apandining o'zi. Nima dedingiz? Ish nima? Salomatligingizga ta'sir etami? Salomatligingizga ota-onamning iltifoti bilan mening salomatligim nihoyat yaxshi. Demisimi bu bir muhim ish. Nakasoning uyidan xususiy maktabga piyoda manganda 1 soatda aran bog'li bo'ladi. Nakaso xususiy maktabga har kuni piyoda boradi hamda yo'lni qadam orqali o'lchab mangadi. Shun kishilar uningga o'lchigich apandim deb laqab qo'yib olgan edi. Nakaso butun ishtiyoq bilan o'lchash elib bordi hamda tarix va astronomiya fanlarini tirishib o'rgandi. Bu chog'da Nakasoning yoshi 50 ga berib qolgan edi. Ammo muallimi uningdan 20 yosh kichik edi. Nakaso Jebanayisda tug'ilgan bo'lib, shu yerning ma'muriy ishlar vakili edi. Bugun u o'g'lini yeniga chaqirib mundaq dedi. Sen mi çoğun bo'lib qolding? Bundan keyin mening o'rnimda sen bu oilaning egiligini boshqarasan, qanday bo'lamdi? Siz oilaning va kanatning ishlari uchun uzundan buyon ko'p jafo chekdingiz. Bundan keyin navlaringiz qarg'ash obdan dam eling, nima deding? Men texi yosh. Bu mening texi navri boqadigan vaqtim emas.
Mening kallamga mundaq bir o'y kechiyotirdi. Men kel, men sana deb beray. Men ido'g'i bormoqchi. İdoğu baramsiz? Men ido'g'i bormoqchi. Hozir shuni tayyorligini qilyapman. Men u yerga berib, obdan o'qimasam bo'lmaydi. Bu nima degan yaxshi ish. Men o'qiyman, ido'g'i berib o'qiyman. Nakaso'ning Edo'ga o'qishga berishida sabab bor edi. Ayni vaqtki jebada suv afati yuz berib terilg'iyalarni eqitib ketadigan ahvollar doim bo'lib turadi. Shunga Nakaso terilg'iyalarning chegarasini aniqlash uchun o'lchashni o'rganishga bel bog'lagan edi. Terilg'iyalarning chegarasini aniqlashni o'rganish jarayonida Nakasoda jo'g'rafiya va astronomiya qatorliq fanlarga nisbatan asta-asta qiziqish paydo bo'ldi. Endi o'qiyman demang dada. Siz 50 yoshga kirib qoldingiz. Hay, 50 yoshga kirsam nima bo'pti? Bu yoshni cho'ndigili bo'lmaydi. Men ketaman. Bundan keyingi ishlar san qarashliq. Hayotim endi boshlandi degan gap. Men yoshlar hargiz o'tirib qo'ymayman. Dada. Buva! Xayr xo'sh. Men o'qishga ketdim. Mana shunday qilib Nakaso o'zi yolg'iz Edo shahriga kelib, o'zidan 20 yosh kichik muallimdan astronomiya va tarix o'rgandi. Shundaqla qilay. Nakaso o'rganishga qattiq beriladi va ba'zida odam o'ylamagan ishlarni qilib Apla, chataq bo'ldi. Ko'z tish vaqti ketadigan bo'ldi. Chaqqan baray. Efendim! Efendim! Nima çaldıran adamsınız? Başka narsa yapmadınız mı siz? Mening oyog'im nima Qara uni. To'xtabdi de. To'xtadi. Yani yağdı. To'xtadi. Yani yağdı. To'xtadi. Yani yağdı. Nakaso'ning osmon jismlarini berilib kuzatishidan maqsadi bir jihatdan o'rganish uchun bo'lsa, yana bir jihatdan meridian siziqining aylanma uzunligini kuzatish uchun edi. Meridian siziqi deganimiz janubiy qutb bilan shimoliy qutbni tutashtirib turadigan tik siziqni ko'rsatadi. U siziq globus va xaritalarning hammasida bor. Bunda qilganda yer sharidagi ma'lum o'rinni yoki orliqni to'g'ri o'lchagli bo'ladi. Nakaso butun Edo shahrini aylanib chiqdi. Nakaso'ning iqtidorini joriy qildirgan payt endi kelgan edi. Bu chaqda Yaponiyaning siyosatida bekinimchilik bak ig'ir edi. Shunaqdimi Yaponiyaning atrofidagi dengizda pat-pat chet el kemilari paydo bo'lib qoladi. Shimoldagi dengizga Rossiyaning kemilari savdo qilish uchun keladi. Hey, savdo qilish turayli. Bo'lmasa davlatlar tugishidi. Bakofu cho'chib ketdi. Davlatning mudofaasini kuchaytirish uchun uning qo'lida cho'qim inchki ishlangan xarita bo'lishi kerak edi. Shunga Nakaso efendi! Xo'sh xabar. Bakafo sizga butun mamlakatni o'lchab chiqishga ruxsat qildi. Efendi, yana bir dana. Yani bir dana. Nakaso efendi, Yaponiyaning xaritasini sizib chiqsin deydi. Bu Bakafo'niki o'z og'zi bilan degan so'zi. u chaqlarda Bakafu xaritasiz ishini cheklagan edi. Shunga Nakaso bu xabarni anglab xo'shalligini ichiga sig'dira olmay qoldi. Nakaso efendi, anladingizmi? Efendi, anladingizmi? Efendi! Ha? Anladım. Bek yaxshi bo'ldi, Nakaso efendi. Qaraganda ajringiz bekor bo'lmabdi. Anladım. Efendi, siz yashnib qolgan odamkansiz. Xaritasiz ish, eg'iz demak oson, ammo uni besish oson ish emas. Efendi, ne mi dediniz? Ha? Man qarana, ben yaşlığa herkes utturup koymayman, ha? Nakaso efendi. O'zingizni astirsangiz bo'g'idek. Efendi, siz menden ensirmey, özünüzden ensiren. Bunu başkalarımı öğütün. Benim nahayeti muhim neyse.
Sizning kuyinginingizga ko'p rahmat. Efendim, sizga ko'p rahmat. Nakaso efendi. Shunda qilib Nakaso Hokkaido orlidan boshlab mamlakatning har qaysi joylarini o'lchashga kirishib ketdi. Albatta, mundaq o'lchaganda meridian siziqining aylanma uzunligini hisoblab chiqishga bo'ladi. Nakaso o'zining o'lchash asosi orqali tunji to'g'ri Yaponiya xaritasini sizib chiqdi. Aytishlarga qaraganda, Edo davrining oxirgi mezgillarida Angliyaning bir o'lchash atirti Yaponiyaga kelgan. Ular Nakaso sizgan Yaponiyaning xaritasini ko'rgandan keyin qattiq hayron qolgan va shuningdan keyin o'lchashni to'xtatib, Nakaso sizgan xaritani olib vataniga qaytgan. Nakasoning butun mamlakatni o'lchishi uchun 17 yil vaqt ketgan. Demak, Yaponiyada uning oyog'i tegmagan joy qolmagan. Bu jarayonda Nakaso o'zi hurmatlaydigan xususiy maktabning muallimi o'lib ketgan. Nakaso mo xeyli yashnab qolgan. Efendim, men hayatlı bo'ladiganman. Bu ishlarni oxiriga olib chiqmay qo'ymayman. Bu chog'da Nakaso 71 yoshga kirgan edi. U o'lchash ishlarini davomli olib bormoqchi bo'lsa-mu, lekin yoshga cho'ngib qolg'achqa iloji yo'q bu xizmatni shogirdlarga topshirgan. Umrining keyingi yerimida ajoyib jasorat ko'rsatgan Nakaso 74 yoshida olamdan o'tgan. O'zining vasiyatiga asosan uning jasadi u o'zi hurmatlaydigan xususiy maktabning muallimining qishiga dafn qilingan.我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領